Hech marotaba ommaviy insonlarga janoza o'qilganiga guvoh bo'lganmisiz? Qancha yosh go'daklar ota-onasidan ayrilganiga, qancha onalar farzandlaridan, yaqinlaridan ayrilganiga guvoh bo'lganmisiz? Bunday voqealarga kunimizda faqatgina G'azzo sektorida guvoh bo'lishingiz mumkin. G'azzodagi og'ir urushlar, shiddatli bombardimonlar sababli qancha minglab musulmonlar shahid bo'lishdi va qanchalari haligacha bedarak yo'qolgan. Mana bir necha yildan beri urush davom etayotgan bo'lsa, g'azzolik musulmonlar shu kunga kelib, bundan bir necha kun oldin yaqinlari uchun, yuzlarcha yaqinlari uchun janoza namozi o'qishdi. G'azzolik musulmonlar mana shunday voqealarni boshdan o'tkazishyapti. Alloh taolo g'azzolik musulmon qardoshlarimizga yordam, ofiyat va najot bersin. Albatta ularning qiyinchiliklarini taraflab bo'lmaydi. Chunki qancha ota-onalar farzandlaridan, jajji qizlaridan ayrilishgan yoki yosh go'daklar ota-onasini mehriga, muhabbatiga qanchalik ehtiyoj bo'lgan yosh go'daklar ota-onasidan ayrilishdi. Qancha insonlar yaqinlaridan ayrilishdi. Albatta bu qiyinchilik biz tasavvur qila olmaydigan qiyinchilik. Albatta biz musulmonlar mana bu mazlumlarni, qayg'ularni yengillatishga, ularning qiyinchiliklarini yengillatishga harakat qilishimiz kerak. Ularga qo'limizdan kelgancha yordamga shoshilishligimiz kerak. Bugun g'azzolik musulmonlar bizning yordamimizga muhtoj. Va bizlar ham Muray qalblar xayriya jamoasi o'laroq mana shunday ehsonkor aka-uka opa-singillarimizdan kelayotgan yordamlarni mana bunday mazlumlarga ulashda davom etyapmiz. Bugun ham ko'rib turganingizdek, G'azzo sektoridagi musulmonlar uchun yordam paketlari tayyorlab, ularga yordam ehsonlarini ulashtirdik. Alloh taolo ehson sohiblaridan, ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin va mana bu amallar sababli Alloh taolo ularni Firdavs va Naim jannatlar bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham o'z yordamingizni, ehsoningizni G'azzodagi mazlumlarga ulashishni istasanglar, bizning aloqa manzilimizga chiqishinglar mumkin. Bizlar ham tezkor shaklda yordamlaringizni ulashda davom etamiz inshaalloh.